Hozir savol javobni vaqti emas. Hoziroq men bilan yuring. Ikki yigit bir qizni zo'rlayapti. Unday bo'lsa, bechoraga yordam berishingiz kerak edi. Nega bu yerga yugurib keldingiz? O'sha ablaqlardan do'pposlashingiz shart edi. Buni hazil deb o'ylayapsizmi? Bu yerda bir bechora qiz qiyin ahvolda bo'lsa, siz esa bemalol ovqat yeb o'tiribsiz. Turing o'rningizdan. Tanangizdagi jarohatlar shubhasiz bir kun kelib bitib ketadi. Lekin men tovlarni sizni nomusingizni oyoq osti qilgani uchun jazolamagunimcha. Nega shu keksa yoshingizda biror narsaga erishmoqchi bo'ldingiz? Siz bizni qamoqqa jo'natib, shu orqali o'zingizni mashhur bo'lishga qaror qildingiz. Dada! To'xta! Nima qilyapsan? Kim bor? Dada! Yordam bering. Kim bor?